alaykum aka-uka katta ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, ballar, hammalar yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukr olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsin. Chaqni ko'paydan kelishdi. Mana choyxonalar yangi ochildi. Aka-xonimizga rahmat. Shunchalik odamlar ko'rib qayta ekan deyapti. Shuni chaqni ko'payda shuni chiqishni tepalarda Rashidxon do'kon desangiz bir dona ko'rinadi. Mana o'rtalari chetda shunchalik hurmat qilib ishlashyapti. Alloh rozi bo'lsin. Bitta duo qiling endi o'zingiz. Amin. İlahim şu muhtemelen umurumuzdan olsun, psikolog olsun Parvardigor. Amin. Allah'a boş bulsun ilahim. Tüyle aksa ilahim. Şöyle şeker ne var Allah olsun. Dileğimiz şu Parvardigor. Amin. Amin. Allohu akbar. Iloh amin. Tinchlik, omonlik, xursandchilik, yaxshilik bo'lsin. Nima niyat qilib ochganmiz o'rtamiz kasb-imkonlariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Farzandlarning orzu havasini ko'rsin. Bemorlar yotgan bo'lsa Allohim o'zing shifo bergin. Qarzi borlarga najot bergin. Farzand so'raganlarga farzand bergin. Umralarga ham, hajlarga ham, jannatlarda ham billa bo'lib, oqibatimiz yo'qolmasin. Ota-onasini o'ylab, uylar qilaman, to'ylar qilaman degan akalarga omadimiz. Mana shunchalik mening muxlislarim ko'payibdi. 120 mingta bo'libdi. Inshaalloh lak bosgan qo'llaring dard qilmas. Amin. Allohu akbar. Kelinglar choyxonamizga. O'tolar bu butun shaharda, qaysi shaharda ham bo'lsa ham mana shu yerda bitta qurildi bu o'toq. Shunchalik mana o'zi Rashid o'rtog'imiz otlarga ishqibozligi uchun siz ham mana otga ishqiboz bilan odamlar kelib aytayaptiki, zo'r tutib olishyapti. Muomalalari zo'r. Muomala qancha zo'r bo'lsa choyxonada odam ko'p bo'laveradi. Mana o'toqlarni qarang, shunchalik o'rtog'imiz mehnat qilib, chiroyli qilib o'toqlargacha qilib qo'yishdi. Televizorlar bor, hamma narsa sharoitlar bor. Alloh rozi bo'lsin sizlarga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Videolarni zavlabda rahmat deb like bosinglar.